Salom hammaga, sizlar bilan Shak. Bugungi videomizda TikTok'dagi top 3 bug va lifehacklarni tekshirib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin like, obuna esdan chiqmasin. Bugun xullas kalom birinchi videomizga o'tsak bo'ldi. Hech kim bilmagan bug mana, hech kim bilmagan lifehack. Mana biz ham mashinani topib oldik. Qani biz ham qilib ko'ramiz. Qani ko'raylikchi. Mana hamma shunaqa qilgan. U ana o'xshayapti, chat, o'xshayapti. Demak, bu videomiz o'xshadi. Keyingi videomiz. U eventdagi sirli joy. Shu sirli joydan ochsa bo'lmasdi-yu, bu unaqaga o'xshayapti. Sun'iy intellekt tomonidan montajga o'xshayapti. Ochib bo'lmasdi-yu mana. Qani biz ham shu yerga kelib oldik mana chat. Shu eshik mana hech qanaqa ochish knopkasi chiqmadi. Bu video, bu bug o'xshamadi. Keyingi videomiz. U ana uni qorda yurar pimenchani mashga tiqib chista krisalik qilsa bo'lar ekan, hech kim ko'rmayapti. Mana sizlarning yo'lingizdan shunday chiqib qolsa, chat. Qaranglar. O krisalik. Ana biz ham yana shu mashinachani topib oldik. Biz ham shunday joylaymiz. Qaranglar. Personaj kirmadi-yu. Demak, bu lifehackimiz ham o'xshamadi. Hammalarga rahmat videoni ko'rganinglar uchun. Ikkinchi qismini olaylikmi yo'qmi? 50 ta like da ikkinchi qismini olamiz. Hammalarga rahmat. Ko'rishguncha.